Sen evet bir tiz apan evet be adaş canı takıldığın şimdi bu işe herkes qarab turamayman. Vay oy xaniş ayım qaynaq su işkeyla. Kimsim soğuk su nece piçiyi verdim işmeyecek. Bir şey onum kütənməy telefonda bök oynayıp varsa Feyzonmu ya. Kimler bilen kızgın paraş etsen? Vay yok adaş ben bir narsa yizib atqandım. Muş bir narsani yizib bulamaylam. Hocamdan beri xatir yazgan bolup qaldın. Acaba ben bilmeykenmden. Muş Ferdo meni öydü solap qoygandan yaqi. Xatir yizib, yaxshi xatirlab qo'yib deb o'ylab qoldim. Hatto gün balam tug'ilsa, balamga chu o'qib berma. Ha, badigan adaş. Hey adaş, baxt degan gapnanki o'tirsa da iyat bu itav shu bormi yo'qmi? Baxt. Bam adaş, yo'qmi ya? Naqlama. Sen nemi kirgizgich ishiltsan? Badam kirgizgich. Ha, oy bu kirgizgich jo'bak yaxshiymiş nojo. Bax taplam aldiga bir bo'g'imni kirgizsan, keyinchisi shundan to'g'ri chiqadi. Kirgiz baqa ibomli yo'qmi? Yo'q, adaş rost chiqib berga qara. Ay bir yaxshiymi bu badam kirgizgich? Shuna yaxshi, shuna aplik. Men shuni ishiltmadim. Qatiyimla xatolik yo'q. Hay, adaş acaba baxt degan gapni so'rab qolding-ku. Tashib bo'ldimi? Hoydan adaş, men xush bilamadim. Turib o'zimni shundoq baxtli his qilmay, turib shundoq o'zimni baxtsiz his qilmay. Sen qandoq desam bulash, murakkab hissiyatlar adaş. Ay, seningchu hozir qo'sug'ingni bashuncha qalayim qavlaydigan bo'lib qolsa. Seni Ferdan shundan yaxshi ko'rdi, sen hozir degan boy aylanam kelin bo'ldi. Pul desam puling bor, baxtli turmushdan baxtli turmush olmadingmi? Uni ustiga Ferdunchi sen pekli ko'ngil bo'ldi. Shunaqa meni baxt emasmi? Senin nazarındaki baxtmi shu adaş? Birov sana ko'ngil bo'lsa, shu baxt bilan da adaş. Va yoki 9 tal bo'lib, mol dunyoga ko'miversalar, shu baxt hisoblanadi. Voy oy. Etbaqa unaqa bo'lsam baxtlikmi? Adaş, mendaqli bir gap so'rab qo'ysam, jiqliga qilib gapga liqli to'yg'izatding-ku. Hey, opam telefon qildi. Hey, opa yaxshimi? Nima yig'laysan? Nima bo'ldi? Tigna opa. Doktor nima deydi? Nima? Yana 100 ming? Ma'qul, sen yig'lamay turibman, ammo baqay. Adaş nima bo'pti? Dadam bilan ish bo'ptimi? Shu dadamni ishga ketdim, men qayta operatsiya qilmoqchi ekan. Doktor yana 100 ming deydi. Ukamning ish kichik. Ben qilamadinglar. Opam yig'lab ketdi. Sen bilan o'tirib turaman, hozir chiqma. Adaş, ma kartada Ferdo mavaga 50 ming qo'yib badina bar 1 ming hozir. Bu son lazım. Bunu hozir manga ishlatadigan yeri yo'q. Men kartamni bog'lab lan. Sen evet bir tiz apan evet be adaş canı takıldığın şimdi bu işe herkes qarab turamayman. Tiz bol. Adaş buna qilmaylik. Ferdo san bergan. Yo'q adaş, men sen evet dedim, tiz apan evet be. Rahmet adaş. Allah tiz bol. Filmning davomini ko'rmoqchi bo'lsangiz, o'z ovoz salonimizga qo'shib oling. 骄傲